Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Zelenskiy Ukraina Rossiya zarbalariga Kreml kabi javob qaytarishini aytdi. Fransiya Hormuzga yagona aviatashuvchi kemasini yubordi. AQSh rejasi barbod bo'ldi. Saudiya Trampni yarim yo'lda to'xtatdi. Pashinyan Putinning g'alaba paradiga borishdan bosh tortdi. Endi esa batafsil. Yaqinlaringizni xursand qilishni xohlaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Zelenskiy Ukraina Rossiya zarbalariga Kreml kabi javob qaytarishini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya tomonidan davom etayotgan hujumlarga javoban Kiyev Kreml kabi javob qaytarishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Ukraina o'z harakatlarini yaqin kunlardagi vaziyatdan kelib chiqib belgilaydi. Prezident o'z murojaatida Rossiyani o't ochishni to'xtatish bo'yicha takliflarni rad etib, hujumlarni davom ettirayotganlikda aybladi. Biz ko'ryapmizki, Rossiya bizning sulh taklifimizga yangi zarbalar va yangi hujumlar bilan javob bermoqda, dedi Zelenskiy. Uning ta'kidlashicha, Kiyev tomonidan diplomatik yo'l bilan kelishuvga erishish uchun aniq taklif berilgan va Rossiya bu borada muloqot qilish imkoniyatiga ega. Bugun va ertangi vaziyatga qarab biz mutlaqo asosli javob choralarini belgilaymiz, dedi Ukraina rahbari. Avvalroq Rossiya 8-9 may kunlariga to'g'ri keladigan 2 kunlik bir tomonlama sulh e'lon qilgan edi. Ukraina esa o'z navbatida o't ochishni 6 may yarim tundan boshlab to'xtatishni taklif qildi. Biroq Zelenskiyning aytishicha, Kiyev taklif etgan sulh dastlabki soatlardayoq buzilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya tomonidan minglab qoidabuzarliklar qayd etilgan. Jumladan fuqarolik infratuzilmasiga zarbalar berilgan va dronlar qo'llangan. Xususan, Sumi viloyatidagi bolalar bog'chasiga berilgan zarba natijasida 2 kishi halok bo'lgan. Hodisa vaqtida bog'chada bolalar bo'lmagan. Mazkur voqealar Rossiyada nishonlanadigan 9-may g'alaba kuni arafasida sodir bo'lmoqda. Fransiya Hormuzga yagona aviatashuvchi kemasini yubordi. Fransiya 6-may kuni o'zining yagona aviatashuvchi kemasini Qizil dengizga yubordi. Bu Hormuz bo'g'ozi xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bo'lajak missiyani rejalashtirish doirasida amalga oshirilmoqda. Parij, AQSh va Eronni ushbu taklifni ko'rib chiqishga chaqirdi. Chunki dengiz blokadasi jahon iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazmoqda, deya xabar berdi Reuters. 4-may kuni qayd etilgan harbiy harakatlar dunyo uchun hayotiy muhim yo'l hisoblangan Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Ma'lumki, AQSh va Eron bu tor suv yo'li ustidan nazorat o'rnatish uchun kurashmoqda. Bu esa noma'lum muddatga uzaytirilgan sulhni xavf ostida qoldirmoqda. Biz bugun yangi sa'y-harakatlarni boshlashimiz lozim. Sababi Hormuz bo'g'ozi qamali davom etmoqda. Dunyo iqtisodiyoti ko'rayotgan zarar tobora ortib bormoqda. Harbiy harakatlar uzoq davom etishi xavfi biz qabul qila olmaydigan darajada jiddiy, dedi Fransiya prezidenti administratsiyasi vakili. Fransiya va Buyuk Britaniya bir necha haftadan beri bo'g'ozda xavfsiz tranzitni ta'minlash loyihasi ustida ishlamoqda. Ushbu reja vaziyat barqarorlashganidan keyin amalga oshiriladi. Loyihani amalga oshirish uchun Eron bilan kelishish kerak. Bir qancha uchrashuvlardan so'ng 10 dan ortiq davlatlar ushbu missiyada qatnashish istagini bildirgan. Fransiya armiyasi bayonotiga ko'ra, Charles de Gaulle aviatashuvchi kemasi boshchiligidagi guruh Qizil dengizning janubiy qismiga yo'l olgan. Guruhga Italiya va Niderlandiya harbiy kemalari ham hamrohlik qilmoqda. Ta'kidlanishicha, bundan maqsad mintaqadagi operativ vaziyatni baholash, xavfsizlikni kuchaytirish uchun inqirozni boshqarish imkoniyatlarini kengaytirish, hamkor davlatlar texnikalarini xalqaro huquq asosida birlashtirish va dengiz savdosi ishtirokchilarini tinchlantirishdan iborat. AQSh rejasi barbod bo'ldi. Saudiya Trampni yarim yo'lda to'xtatdi. Saudiya AQShga mamlakat havo hududi va Amerika harbiy bazalaridan foydalanishni taqiqlab qo'ydi. AQSh prezidenti Donald Trump kemalarining Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishiga yordam berish rejasidan to'satdan voz kechdi. Bunga Saudiya Arabistonining AQSh harbiylariga o'z bazalari va havo hududidan foydalanishni taqiqlab qo'ygani sabab bo'lgan. Bu haqda NBC News xabar berdi. Trump 3-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda ozodlik loyihasi boshlanganini e'lon qilib,
Fors ko'rfazidagi ittifoqchilarini hayratda qoldirdi. Rejadan kemalarni bo'g'ozdan xavfsiz o'tishini ta'minlash ko'zlangandi. Bu qaror Saudiya Arabistoni rahbariyatining g'azabini qo'zg'atgan, deyiladi xabarda. Oqibatda Ar-Riyod AQShga quyidagilarni taqiqlab qo'ydi. Poytaxt janubi sharqidagi Shahzoda Sulton aviabazasidan samolyotlarni uchirish, loyihani qo'llab-quvvatlash uchun Saudiya havo hududi orqali uchib o'tish. Tramp va Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon o'rtasidagi telefon muloqoti muammoni hal qilmadi. Shu sababli Tramp muhim havo hududiga kirish imkonini qayta tiklash uchun loyihani to'xtatishga majbur bo'ldi. Boshqa ittifoqchilar ham bu e'londan bexabar qolgani aytilmoqda. Masalan, Tramp Qatar amiri bilan operatsiya boshlanib ketganidan keyin gaplashgan. Ummonlik diplomatning so'zlariga ko'ra, AQSh loyihani e'lon qilib bo'lgachgina ular bilan maslahatlashuvni boshlagan. Saudiyalik manba NBC News telekanaliga Tramp va valiahd shahzoda muntazam aloqada ekanini aytdi. Shuningdek, Saudiya rasmiylari vitse-prezident JD Vance, markaziy qo'mondonlik va davlat kotibi Marko Rubio bilan ham bog'lanib turibdi. Tramp ushbu operatsiyani Eronning Hormuz bo'g'ozidagi blokadasini yorib o'tish uchun e'lon qilgan edi. 5-may kuni Pentagonda bu reja faol muhokama qilindi. Biroq oradan 36 soat o'tib Tramp uni to'xtatdi. Operatsiya to'xtatilgan vaqtda AQSh harbiylari bo'g'oz orqali o'tish uchun qo'shimcha kemalarni tayyorlab qo'ygan edi. Ungacha AQSh bayrog'i ostidagi ikkita kema bo'g'ozdan muvaffaqiyatli o'tib olgan. Tramp vaziyatni izohlab internetda post ulashdi. Prezident unda urushni tugatish bo'yicha kelishuv imzolanishi uchun loyiha qisqa muddatga to'xtatilib turilishini yozdi. AQSh harbiylari uchun mintaqaviy hamkorlar juda muhim. Xususan Saudiya Arabistoni va Iordaniya bazalariga samolyotlarni joylashtirish uchun, Kuvayt havo hududi orqali uchib o'tish uchun, Ummon esa ham havo ham dengiz logistikasi uchun zarurdir. Ekspertlarning tushuntirishicha, geografik joylashuv sababli qo'shni davlatlar ruxsatsiz kemalarni himoya qiluvchi mudofaa soyaboni yaratib bo'lmaydi. Pashinyan Putinning g'alaba paradiga borishdan bosh tortdi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan joriy yilning 9-may kuni Moskvada bo'lib o'tadigan g'alaba paradiga bormaydi. Men bu haqda aprel oyida Rossiyaga qilgan tashrifim chog'ida ushbu mamlakat prezidentiga xabar bergandim, dedi u jurnalistlarga. Pashinyan ushbu qarorning sababi sifatida Armaniston Milliy Majlisiga 7-iyunga belgilangan saylovlar oldidan saylovoldi kampaniyasida ishtirok etish zaruratini ko'rsatgan. Saylovoldi tashviqoti 8-maydan 5-iyungacha bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun AQSh va Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish yo'lini tanlagan va respublikaning Kreml nazoratidagi KXSHTdan kelajakda chiqishni e'lon qilgan Armaniston bosh vaziri bungacha ham Qizil maydondagi paradni o'tkazib yuborgan edi. 2024-yilda u buni Armaniston rahbari har yili 9-may kuni Moskvaga borishi shart emasligi bilan izohlagan. 2023 va 2025-yillarda esa Pashinyan parad mehmonlari qatorida bo'lgan va noma'lum askar qabriga gul qo'ygan.